Islom tarixi buyuk insonlar bilan to'la. Ular orasida qilichini hech qachon yerga qo'ymagan, Allohning qilichi deb nomlangan Xolid ibn Validni yaxshi taniysiz. Uning hayoti janglar, fathlar va jasorat bilan yo'g'rilgan. Ammo uning yonida bir ayol bor ediki, Xolidning janglardagi muvaffaqiyatida katta rol o'ynagan. Mehribon, aqlli va matonatli ayol. Arab jazirasida chiroyda tengi yo'qligi bilan tanilgan go'zal sahobiya. Bugun Ramazonning 18-kunida biz uning hayotiga nazar tashlaymiz. U ayol Laylo binti Minhol. Tarixiy manbalarda Ummu Tamim deb ham aytiladi. Laylo ansorlardan chiqqan sharafli ayol. Uning urug'i ansorlar orasida obro' e'tiborga ega bo'lgan urug'lardan. Uning akasi Barro ibn Ozib esa sahobalardan biri edi. U chiroyli va oqilona fikrlaydigan, yuksak odob sohibasi bo'lgan. Uning fazilatlari va muruvvatligi ko'pchilikni hayratga solardi. Shuning uchun ham u musulmon jamoasida hurmatga sazovor ayollardan edi. Laylo binti Minholning hayotidagi eng katta voqea bu Allohning qilichi bo'lgan Xolid ibn Validga turmushga chiqishi bo'ldi. Bu nikoh ikkala tomon uchun ham oliy baxt edi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu hayotining ko'p qismini janglarda o'tkazgan bo'lsa-da, u oilasini hech qachon unutmasdi. Laylo esa uning uyida tinchlik va mehr-muhabbat yaratgan ayol bo'ldi. Go'zalligi bilan tanilgan Laylo ilk bor Malik ibn Numayro degan kishiga turmushga chiqadi. Malik katta qabilaning yetakchisi bo'lib, ziyrak, bahodir va boy odam bo'lgan. Rasululloh alayhi salom davrida islomni qabul qilgani sababli u hammaning hurmatiga sazovor bo'lgan. Biroq payg'ambar alayhi salom vafot etgach, Malik xalifa Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga bay'at bermadi va unga qarshi chiqqani sababli murtad sifatida tanildi. Rivoyatlarga ko'ra, Laylo o'z eridan musulmonlarga qarshi kurashmaslikni so'ragan va Allohga va uning rasuliga bay'at qilgan kishi qaytib murtad bo'ladimi? Rasulullohga bergan va'dangiz qayerda qoldi? Men muslimaman. Agar murtad holingizda qolsangiz, men siz bilan hayotimni o'tkazishdan uyalaman, dedi Laylo. Shunda ham Malik siyosiy sabablarga ko'ra xalifaga itoat qilmadi va murtad holida qoldi. Ammo Malikning ayoli Laylo juda go'zal ayol bo'lgani uchun ayolidan ham voz kecha olmasdi. Keyinchalik ahli riddalarga qarshi janglarda Xolid ibn Valid qo'shini uning hududiga borib, Malikni asirga oldi. Xolidning har qancha qistoviga qaramay, Malik o'jarligidan qaytmadi. Shunda Layloning ko'zi oldida eri Malikni qatl qildi. Va bu holat Layloga qattiq ta'sir o'tkazdi. Go'zallikda tengi yo'q bo'lgan Laylo Xolid ibn Validga nisbatan nafrat ko'zi bilan qaray boshladi. Bunday bo'lishi tabiiy, chunki ko'z ochib ko'rgan eri Malikni Xolid qatl qilgandi-da. Laylo benazir go'zal ayol edi. Uning malikalarga xos qomati va chiroyi bor edi. Hatto uni niqob taqqanda ham odamlar uning nafisligini payqashardi. Eri Malikning vafotidan keyin Laylo bir necha kun beva qoldi. U juda hassos va his-tuyg'uli ayol bo'lgani sababli bu holat uni ruhan qiynay boshladi. Bir kuni Xolid ibn Valid Layloni uzoqdan kuzatar ekan, qarashlarida chuqur qayg'uni his etib, unga o'ziga turmushga chiqishini taklif qildi. Qizig'i, erini qotilidan nikoh taklifi keldi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ichtashi bir xil sodda odam bo'lgan. Xolid, sahobalar, umuman ota-bobolarimiz erkak bo'lishgan. Qo'polroq aytilsa, lata chaynashmagan. Bir ayol ma'qul keldimi, unga nikohni taklif qilishgan. Rozi bo'lsa, eyvalloh, bo'lmasa boshqa ayolni olib berishgan. Shariatga zid holda yillar sevishib, keyin tashlab ketsa dod-voy solib, darvish bo'lib ketishmagan. Yigitlar, hoy yigitlar, erkak bo'ling, otangiz o'g'il ko'rdim deb so'yingan axir. Xullas, mavzuyimizga qaytamiz. Mana endi Laylo og'ir qaror qabul qilish kerak. Xo'p dey desa erining qotili, yo'q dey desa Allohning qilichi deya Rasululloh maqtagan kibor sahobadan taklif keldi. Laylo uzoq o'ylandi, lekin oxirida Xolidga turmushga chiqishni ma'qul ko'rib, bunga rozi bo'ldi. Keyinchalik ayrim sahobalar uning shu qadar tez nikoh tuzganini tanqid qilishdi. Ayniqsa Umar ibn Xattob bu ishdan norozi bo'lib, Xolid ibn Validga qattiq tanbeh beradi. Biroq Abu Bakr Siddiq Xolidni himoya qilib, uning bu ishi shar'iy ekanini ta'kidlaydi. Laylo sabrli va zukko ayol edi. Xolid roziyallohu anhu bilan juda baxtli hayot kechirdilar. Kuyovi Xolid urushga yo'l olganida u o'zini qat'iyat bilan tutar va oilasini muhofaza qilardi. Xolidning g'alabalari ortida Layloning duolari bor edi. Ba'zilar Xolid Layloga husni uchun uylandi deydilar. Yo'q, Layloning hayot yo'li oson bo'lmadi. Xolid ibn Valid doimo urushlarda bo'lgani sababli Laylo ko'p vaqt yolg'iz qolgan.
lekin u hech qachon shikoyat qilmay, balki Allohdan kuch so'rardi. Agar Xolid ibn Valid chiroyi uchun uylanganida uning yonida qolgan bo'lmasmidi? Ko'plab sahobalar va ayollar undan ibrat olishgan. Uning qalbida Xolidga nisbatan chuqur muhabbat paydo bo'ldi. Lekin bu muhabbat harbiy qahramonning ayoli bo'lish mas'uliyati bilan birga turardi. Laylo binti Minhol bir kuni og'ir qaror qabul qildi. Ayrim rivoyatlarda u Xolid ibn Valid bilan ajrashgani haqida so'z bor edi. Bu voqea tarixchilar orasida ixtilofli mavzu. Ammo bir narsa aniq, u doimo Xolidga sadoqat bilan bog'landi va unga muhabbatni saqlab qoldi. U o'z hayotini ibodat va taqvo yo'liga bag'ishladi. Uning ismi tarix sahifalarida Allohga sodiq bo'lgan ayollardan biri sifatida qoldi. Aytganimizdek, Xolid ibn Valid juda ko'p janglarda qatnashgani sababli u kishi ko'pincha uydan uzoqda bo'lardi. Laylo esa urushlarda hamisha uning g'alaba qozonishi uchun duo qilib turardi. Xolid roziyallohu anhu bir kuni qattiq jarohatlangan holda uyga qaytib keldi. Uning tanasi o'nlab yaralar bilan qoplangan edi. Shunda Xolid roziyallohu anhu yig'lab, "Men jang maydonida vafot etishni istardim, lekin Alloh menga o'z yostig'imda vafot etishni taqdir qilgan shekilli", dedi. Xolid roziyallohu anhu ayolning chiroyi uchun uylanganida shu gapni aytarmidi? Ayoli Laylo uning yaralarini muolaja qilib, uning oldida ko'z yoshlarini tiyishga harakat qilib shunday dedi: "Allohga hamd va sano bo'lsin. Siz hali ham hayotsiz. Men uchun sizning borligingiz eng katta ne'matdir", deya Xolid roziyallohu anhu ni yupatdi. Bu voqea Layloning sabrli va ishonchli ayol ekanini ko'rsatadi. Laylo binti Minholning aniq qachon vafot etgani haqida tarixiy manbalarda ma'lumot kelmagan. Biroq u uzoq yillar islom yo'lida yashagan va katta sabr bilan hayot kechirgan. Keyinchalik u yolg'iz qolgani va umrini ibodat va zikr bilan o'tkazgani haqida ba'zi manbalarda so'z bor. U o'z hayotini taqvodor ayol sifatida xotimalagan buyuk ayollar qatoridan joy oldi.